Hadi qarang. Piyonda nima deb yozib qo'yilgan? Buni bilib oling. Siz bilmasangiz uyat bo'ladi. Robbi Alloh deb yozilgan. Mana. R nuqta bo'lsa B, mana yo. Zerkalni изображение. Unday ag'darib qo'ysiz, naqsh ko'rsatib. Robbi. Mana A, L, H. Alloh tashdim deb qo'shib qo'ygan. Robbim Alloh bergan ne'mat, lagandagi, piyoladagi boshqalar. Mana bu sondiqlarni Alloh haq deb yozib qo'ygan. Mana qarang. Mana alif, lam, he. Alloh haq. Allah. Bularimiz aytadi. Sondiqqa oyoq uzatma, o'g'il bo'ladi degandan keyin shu kashf qilgan. Tushunarlimi? Zarravorlarda bismillah, delboqlarda huvalloh. Mana bu nima? K, ayn, B, H. Ka'ba. Jaynamoz guli. Hamma narsani naqshi usti boshlaridagi naqshlarda o'qilgan.